Assalomu alaykum. Men esa familiyam Nodir Mirzayev. Bugun sizlar bilan Taslim olimpiadasining 6-sinf o'quvchilari uchun tushgan savollarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savoldan boshladik. Barcha raqamlari a kvadrat bo'lgan sonni raqamli kvadrat deb deb ataymiz. Masalan, 10, 904, 1044 raqamli kvadrat sonlar, 25, 216 esa raqamli kvadrat bo'lmagan sonlar. Rasulbek doskaga xuddi shunday xususiyatga ega bo'lgan barcha raqamli kvadrat bo'lgan natural sonlarni o'sish tartibida yozyapti. U 34-bo'lib qaysi sonni yozadi? Demak, birinchi savol. Biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan raqamlar 1, 0, 4 va 9 raqamlar. Shular yordamida o'sib borish tartibida sonlar yozib hosil qilamiz. Bir xonali sonlar nechta? Bu bilan yozish mumkin bo'lgan 3 ta. Endi ikki xonali sonlar sanaymiz. Ikki xonali sonlar ikkita raqamdan iborat bo'ladi. Birinchisiga albatta 3 ta raqam qo'yish mumkin, chunki 0 ni qo'yib bo'lmaydi. 1, 4, 9 ni. Bunda esa 4 ta raqamni ham qo'yish mumkin. 3 kere 4 umumiy 12 ta raqam bo'ladi. Endi 3 xonali sonlarda dastlabki raqam 1 bo'lganlar sanaymiz. Bu ikkinchi raqamga esa 4 ta qo'yish mumkin, raqam 4 ta qo'yish mumkin. 4 kere 4 umumiy 16 ta raqam bilan 16 ta son hosil qilinadi. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak, 3 qo'shilgan 12 qo'shilgan 16, umumiy 31 tasini sanab bo'libmiz. Biz 34-sini esa endi bu yerga qo'l bola sanaymiz. Biz 100 bilan boshlanadigan hammasini sanab bo'ldik. Undan keyin albatta 400 bilan boshlanadiganlari keladi. 400, 401, 404. Bu 32-si, bu 33-si, bu esa 34-si bo'ladi. Va bizdan so'ralgan son, demak 404. Birinchi savol javobi demak 404. Endi ikkinchi savol. Tasimo harflari qandaydir har xil naturasiyonni ifodalaydi. Quyidagi tenglik o'rinli bo'lsa, tasimo harflarining yig'indisini topishimiz kerak ekan, eng kichik qiymatini. Demak, bizda t-1 teng ekan a plus 2 ga, teng ekan s ko'paytirib 3 ga, teng ekan i bo'lingan 4 ga, teng ekan m taqsim o ning kvadratiga. Birinchi va fikrlashimiz kerak bo'lgan narsa bu ifoda 3 ga bo'linishi va to'la kvadratligi. To'la kvadrat va 3 ga bo'linadigan eng kichik son bu 9. Demak, bu ifodani har birini 9 ga tenglashtirib ko'ramiz. Bundan t ni birinchi o'rinda 8 ekanligi kelib chiqadi. 10 ekanligi kelib chiqadi. A ning esa 7 ekanligi kelib chiqadi. S ni o'zini topib oladigan bo'lsak 3 ekanligi, I ni o'zi esa 4 kere 9 36 ekanligi kelib chiqadi. M taqsim O esa 3 ekanligi kelib chiqadi. Endi m taqsim o 3 bo'ladigan imkon boricha kichikroq sonlar tanlashimiz kerak. Bizda 3 ishlatilganligi uchun m ni o'rniga 6 ni, o ni o'rniga esa 2 ni olishimiz kerak. Endi bular yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak, 10 plus 7 plus 3 plus xo'p, 36 plus 6 plus 2, menimcha bu umumiy 64 ni beradi. Demak, javob 64. Ikkinchi savol javobi 64. Endi keyingi betga o'tib olsak, xo'p, demak 3-savol. 3-savolga kelib qoldik. Xo'p, bizda a katta b natural sonlar uchun a minus b 20 ga bo'lganda qoldiq va bo'limi o'zaro teng. Shuningdek, a plus b ni 25 ga bo'lganda qoldiq va bo'limi o'zaro teng. B ning qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta qiymatini toping. Demak, a minus b ni 20 ga bo'lganda bir xil qoldiq chiqsa, bu 21x ko'rinishidagi son ekanligini beradi va bu yerda qoldiqli bo'lish qoidasiga ko'ra x kichik 20 bo'lishi kerak. Va a plus b ni o'zini 25 ga bo'lganda ham qoldiq bo'limi teng bo'lsa, demak u 26y ko'rinishida bo'ladi va y kichik 25 bo'lishi kerak. Bu yerdan b ni topib oladigan bo'lsa, ifoda ko'rinishida 26y minus 21x taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. Bu esa soddalashtirsak 13y minus 21x taqsim 2. Endi biz bu ifodaning eng katta qiymatini topishimiz uchun y ni imkon boricha katta, ya'ni tanlaymiz 24 va x ni iloji boricha katta va kichik va 2 ga bo'linadigan tanlashimiz kerak, chunki bu yerda ayirma turibdi, x o'rniga 2 qo'yishimiz kerak. Bu yerdan b ni qiymatini topib oladigan bo'lsak, 291 soni hosil bo'ladi. Demak, 3-sinfning javobi 291. 4-savol.
Quyidagi rasmda har bir quti ichida nechtadan shar borligi ko'rsatilgan. Salim har soniyada ixtiyoriy qutidan bitta shar olib, boshqa ixtiyoriy qutiga solishi mumkin. Ma'lum vaqtdan keyin birinchi qutida A, ikkinchisida B, uchinchisida C shar bo'ldi. A, B, C'larning ko'paytmasi eng katta bo'lishi uchun Salim eng kamida necha soniya vaqt sarflashi kerak? Demak, bizda hozir birinchi qutida 20 ta, 43 ta va 34 ta sharlar bor. Bularni qo'shganimizda umumiy son 97 ga teng bo'ladi. Biz shunday 3 ta son topishimiz kerak, chunki bizda 3 ta quti bor. Yig'indisi 97 bo'ladigan va ko'paytmasi eng katta bo'lishi kerak. Bunaqa vaziyatdagi savollarda qutilardagi sharlar soni imkon boricha bir-biriga eng yaqin bo'lishi kerak natural sonlar uchun. Ya'ni bu holatda 32, 32 va 33 sharlar qoldiradigan bo'lsa, eng katta ko'paytma hosil bo'ladi. Demak, 20 ta bor edi dastlabki qutida, keyingisida 43 ta, keyingisida 34 ta. Kattasiga ya'ni 33 qo'yamiz. Bu 43 33 ga aylansin. Qolganlari esa 32 ga aylansin. Xo'p, 34 32 ga aylanish uchun 2 ta shar olishimiz kerak kamida. Bu esa 10 ta shar olishimiz kerak kamida. Va 10 ta va 2 ta olingan sharni mana bu yoqqa qo'yib qo'yadigan bo'lsak, umumiy 12 ta sharni u yoqdan bu yoqqa olish oqibatida biz xohlagan variantga kelish mumkin. Demak, eng kamida 12 soniya vaqt ketadi. 4-savol javobi 12. Endi 5-savolni ko'radigan bo'lsak, 5-savol. Stolda 30 ta qizil rangli tosh, undan keyin 10 ta ko'k rangli tosh, undan keyin 40 ta yashil rangli tosh bir qatorga rasmdagi joylashtirilgan. Agar stolda A ta qizil tosh olinsa, qolgan toshlarni tartib qilganimizda o'rtadagi tosh yashil rangda bo'ladi. Agar stoldan B ta yashil tosh olinsa, qolgan sharlarni tartib qilganimizda o'rtadagi tosh qizil rangda bo'ladi. A plus B nechta turli qiymatni qabul qila oladi? Demak, biza A ta tosh, ya'ni A ta qizil tosh olganimizdan keyin o'rtadagi tosh yashil tosh bo'lishi kerak. Bu doim bo'ladi. Faqatgina quyidagi narsaga e'tibor berishimiz kerak. Demak, bu birinchisida 30 ta qizil, keyingisida 10 ta ko'k, keyingisida 40 ta yashil bor. E'tibor beringlar. Agar bu yoqdan bitta shar oladigan bo'lsak, o'rtadagi shar to'g'ridan to'g'ri yashilga o'tadi. Chunki shu holatda barcha toshlarning o'rtasi mana bu yerda turibdi. Demak, bu yerdan bitta kelmaydigan bo'lsa, bu yoqqa o'rta bu yoqqa o'tib olishga majbur bo'ladi. Endi boshqa tarafdan biz toq sondagi toshlar olishimiz kerak. Chunki misol uchun hozir ham ko'rsatdim. Misol uchun umumiy 80 ta sharning o'rtasida hech qanaqa tosh turmayapti. Bu qanaqadir bo'shliq bo'ladi. Shuning uchun imkon boricha toq sondagi toshlar olishimiz kerak. Demak, A teng 1 holatida to'g'ri ekan, hozir ko'rsatdim. Va hokazo A teng 3 holatida ham to'g'ri, A teng 5 holatida ham to'g'ri. Eng ko'pi bilan A 29 bo'la oladi, chunki ko'pi bilan 29 ta qizil shar olishimiz mumkin, qizil tosh olishimiz mumkin. 30 ta emas. Endi B ni qiymatlarini topib olaylik. B bizda aytayotgandi, yashil rang tosh olinsa, o'rtadagisi qizil bo'lishi kerak. Qarang. Demak, bu yoqda 30 tada qizil rang bu tarafga o'tib olishi uchun biz kamida bu yoqda 10 ta kamaytirsak, xo'p, bu yoqda 30 ta qoladi. Bu yoqdagi son bilan bu yoqdagi son bir xil bo'lishi kerak edi, 30 ta. Hozir bu yoqda 50 ta bo'lsa, kamida 21 ta olishimiz kerak. Shunda 30 taga 30 tadan kamroq bo'ladi. Ya'ni bu yoqda hozir 50 ta, 20 ta tosh ketsa, 30 taga 30 ta bo'lib qoladi-ku. 21-chisida esa o'sha bu yoqqa o'tib oladi o'rtasi. Demak, B ni o'zi 21 bo'lishi mumkin. Xo'p. 23 toq sonlar ketadi va bo'lishi mumkin eng oxirgisi 39. Endi A plus B ning nechta turli qiymati bor degani uchun A plus B ning eng kichik qiymatini topamiz, bu 22. Undan keyingisi 24 bo'lishi mumkin. Ya'ni juft sonlar eng ko'pi bilan esa 29 ga 39 qo'shganimiz bu 68. Nechta son borligini topish 68 dan 22 ni 2 ga bo'lamiz va bir qo'shib qo'yamiz. Hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, bu yoqda 68 minus 22 46 taqsim 2 ni beradi, plus 1. Demak, bu 24 ta turli qiymat borligini beradi. Demak, 5-savol javobi 24. Xo'p, 6-savolni ko'ramiz. 6-savol quyidagi kataklarga bittadan natural sonlar yozilgan. Bunda ixtiyoriy ikkita qo'shni kataklardagi sonlar ko'paytmasi x yoki 5x 7-katakda bo'lishi mumkin bo'lgan sonlar yig'indisini topishimiz kerak.
Demak, bizga 7 ta kattakdan iborat jadvalcha berilgan. Xo'p, bu yoqda birinchisida 100 turibdi. Demak, bu yoqda 4, 5, 6, 7 ta. Bu yerda bo'lish mumkin bo'lgan sonlar ko'paytmasini topishimiz kerak. Dastavval 3 talikni ko'raylik. Ya'ni 3 talik jadvalda nima bo'ladi? Bu yerda a soni bo'lsa, ko'paytmasi x yoki 5x bo'lsa, birinchi holatda qanday bo'ladi? Bu holatda x u 5x bo'lsin, x u x bo'lsin. Shunda a dan a ga o'zgaradi. Birinchi sonda turgan a, uchinchi sonda ham a, uchinchi qatorda ham a bo'ladi. Ikkinchi holatda birinchisi x, keyingisi esa 5x bo'lsin. Bunda demak, birinchi son a bo'lsa, ikkinchi son x taqsim a bo'lishi majbur. Chunki ko'paytmasi x bo'lishi kerak. Keyingisi esa 5a bo'lishga majbur. Shundagina ko'paytmasi 5x bo'ladi. Demak, a dan a ga o'zgardi va a dan 5a ga ham o'zgarishi mumkin ekan. Uchinchisida demak, keyingisida 5x u x ga o'zgargan bo'lsin. Xo'p, demak, birinchi a son turgan bo'lsa, keyingisida 5x taqsim a turadi. Ikkinchisida, keyingisida esa x soni bo'lishi uchun a taqsim 5 bo'lishi kerak. Demak, a dan a taqsim 5 ham hozir bo'lishi mumkin ekan. To'rtinchi holatda esa 5x u 5x bo'lishi kerak. Bu holatda a soni yana a songa o'zgarishi tabiiy. Demak, ko'rishimiz mumkinki, barcha holatlarda a soni yo o'z bo'ladi, yo 5 marta kamayadi yoki 5 marta ortadi. Shu 3 ta holat bo'yicha 7-kattakda bo'lishi mumkin bo'lgan natural sonlar yig'indisini topishimiz kerak. Birinchi bo'lib o'ylaymiz. Demak, har 3-chisida shunaqa bo'lyapti. Ya'ni toq o'rindagilarda. Xo'p, demak, yana bitta chizishimiz kerak. Bu demak, bu yerda 5 marta katta yoki 5 marta kichik, yana 5 marta yoki yana. Demak, bo'lishi mumkin. Bu yerda hammasi 5lar yoki ko'paytirilishi mumkin yoki 5 ga ko'paytirilmasligi mumkin yoki 5 ga bo'linishi mumkin. Shu holatlarda nimalar ro'y berishi mumkin? 3 marta bo'lgani uchun 125 marta ortishi mumkin, 25 marta ortishi mumkin, 5 marta ortishi mumkin yoki o'zgarmasligi mumkin, 5 marta kamayishi mumkin. Xo'p, 25 marta kamayishi mumkin yoki 125 marta kamayishi mumkin. Endi bizlar masalamizga ko'ra natural son bo'lishi kerak, shuning uchun mana bu holatda chiqib ketadi va qolgan holatlarda yig'indini hisoblaymiz. 125 marta ortsa 12500 bo'ladi. 25 marta ortsa 2500, keyingisida 500, keyingisida 100, undan keyingisida 5 marta kamaysa 20, unda esa 4 bo'ladi. Umumiy qo'shadigan bo'lsak 15624 son hosil bo'lishi mumkin ekan. Demak, 4-savol javobi 15624 ekan. Endi 7-savolga o'tamiz. 7-savol nodir 1, 2, 3, 4, 5 sonlari orasidan bir nechtasini tanlab olmoqchi. Bitta bo'lishi ham mumkin. Bunda tanlangan sonlar ko'paytmasi qolgan sonlar ko'paytmasidan kichik bo'lishini xohlaydi. Nodir bu ishni necha xil bajara oladi? Buni sanab chiqishimiz kerak. Birinchi bo'lib quyidagicha o'ylaymiz. Demak, bu yerdagi barcha sonlar ko'paytmasi 120 ni topish qiyin emas. Endi o'ylash kerak. Biza nodir oladigan son qoladigan sondan kichik bo'lishi kerak ko'paytmasi. 120 dan taqribiy ildiz chiqarsak 10 butun nechidir chiqadi. Demak, bizadagi ko'paytma 10 dan oshib ketmasligi kerak. Ya'ni nodir oladigan ko'paytma 10 dan oshib keta olmaydi. Demak, ketdik. Birinchi xud bittaliklarni olamiz. Albatta, har birini o'zini olish mumkin va bu 5 ta holat. Keyingisi ikkitalik olish mumkin. 1, 2, xo'p, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Keyingisida 2, 3, 2, 4 olish ham mumkin. 2, 5 ni ham olish mumkin. 10 dan kichik yoki teng bo'lishi mumkin. Keyingisida esa 3 u 4 ni olib bo'lmaydi. 3 u 5 ni ham olib bo'lmaydi, 4 u 5 ni ham olib bo'lmaydi. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin, umumiy 7 ta holat hosil bo'ldi. Endi 3 taliklarni sanashimiz kerak. Demak, bular 1, 2, 3 bo'lishi mumkin. Keyingisida 1, 2, 4 bo'lishi mumkin, 1, 2, 5 ham bo'lishi mumkin. Keyingisida 1, 3 deb olsak, 1, 3, 4 уже oshib ketib qoladi yoki 2 bilan boshlanadigan 2, 3, 4 ni olsak ham yana oshib ketadi. Demak, bu holatda 3 ta ekan. 4 talikni yoki 5 talikni olish shart ham emas, chunki 4 ta eng kichik sonni ko'paytmasi ham 24 ga teng, ya'ni 10 dan oshib ketadi. Demak, ko'rishimiz mumkin 5 ta, 7 ta va 3 ta. Umumiy holatda xo'p 15 ta bo'ladi. Demak, 7 ni javobi 15 xil. Xo'p, 8-savol. 5 ta turli raqam yordamida IDC va IMO uch xonali sonlar hosil qilindi. E kub IMO va IDC ifodasining qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta qiymatini toping. Demak, ko'rishimiz mumkin IDC bilan IMOda umumiy 5 ta turli son bor va ulardagi ko'rishimiz mumkin orasidagi farq aniq bilamiz. Xo'p, 98 dan ham kichikda, ya'ni 98, 99 ham bo'la olmaydi hattoki. 99 bo'lishi mumkin, shuning uchun 99 ham mayli olaylik.
99 dan kichik yoki teng bular orasidagi farq. Bundan xulosa qilsak bo'ladi, e kubni 99 ga imkon boricha yaqinroq tanlasak eng katta bo'ladi. Endi buni bir boshdan tekshirib chiqish kerak. E kubi 99 bo'la oladimi bu uchta soni deb 99 ning shunday ikkita bo'luvchisini topish kerak. Ular orasidagi farq yuzlar xonasidagi sonlar bir xil bo'ladimi yo'qmi deb tekshirib ko'rish kerak. Xo'p, 99 da 99 kere 10 bor, 990 va undan 99 ayiradigan bo'lsak 900 891 bo'lib qoladi. Bunda yo'q. Xullas 99 da unaqa varianti yo'q. Ya'ni 1000 gacha bo'lgan holatlarda ayirganimizda yana yuzlar xonasi o'zgarmaydigan ikkita qo'shni sonlari yo'q. Demak, buni ola olmaymiz. Keyingisi 98 da ham ola olmaymiz. Va hokazo eng kichigi 90 da adashmasam 90 o'zini oladigan bo'lsak 900 va 90 ayiradigan bo'lsak 810 bo'lib qoladi. Bular orasidagi farq bunda ham boshqacha bo'lib qolyapti. Ya'ni 900 da 90 da ham bo'lmaydi. 89 da eng bo'lish mumkin bo'lgan holat 89 da bor. Ya'ni 89 da shunaqangi xususiyatga egaki, u 1000 gacha bo'lgan qaysidir ikkita bo'luvchisi orasidagi farq 100 dan kichik bo'ladigan faqat 89 da bor. 89 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak 890, undan ayiradigan bo'lsak 89 801 bo'ladi. Demak, ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bunda bor shunaqasi, lekin mana bu yerda 0 raqami 2 marta ishtirok etyapti. Demak, bu ham olish mumkin emas. Mana bu 88 da esa to'g'ri javob bor, chunki 880 da noto'g'ri. Albatta 888 dan bitta ayiradigan bo'lsak 892 bor. Mana 88 ga bo'linadigan va undan 88 ayirib yuboradigan bo'lsak 804 bo'ladi. Mana bu variantda bo'lishi mumkin bo'lgan, ya'ni e kubi bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta qiymatni ko'rishimiz mumkin. Demak, 88 ekan. 8 ning javobi albatta 88. Demak, 9-savolga o'tamiz. 9-savol. MGN jadvalda bir vaqtning o'zida quyida berilgan rasmdagi barcha shakllarni qirqib olish mumkin. M plus n ning eng kichik qiymatini toping. O'zi dastavval bu 4 ta shaklda umumiy nechta kvadrat borligini sanashimiz kerak. Sanab chiqadigan bo'lsak, umumiy 25 ta kvadrat bo'ladi. Endi 25 ta kvadrati bo'lgan m kara n va m plus n kichik bo'ladigan sonlarni tanlashimiz kerak. Bu birinchi o'rinda albatta 5 kara 5 tekshirib ko'rish kerak. Ketdik, birinchi holatda 5 kara 5 tekshirib ko'ramiz. Demak, 5 ga 5 jadval berilgan bo'lsin. Xo'p. Demak, birinchi bo'lib eng burchakdagi mana buni joylashtirishga harakat qilish kerak. Uni mana bu qachasi burchakka joylashtiradigan bo'lsak, bu yerda 4 ta son ortib qoladi mana. 4 ta katak ortib qoladi. Bu 4 ta katakka esa hech narsani joylashtirib bo'lmaydi. Demak, bu holat noto'g'ri. Uni faqat o'rtaga joylashtirish mumkin agar mumkin bo'lsa. Demak, keltirib qo'ydik shu holat. Endi qolganlarda 3-shaklni bu yoqqa joylashtirib bo'lmaydi, ko'rishingiz mumkin. Demak, har qanaqachasiga 5 ga 5 jadvalga joylashtirib bo'lmas ekan oxirgi ikkitasini. Demak, noto'g'ri. Endi undan keyingisi 6 ga 6 emas, albatta 5 ga 5 dan keyin, ya'ni 25 ta kvadratchasi bo'lgan bu 605, ya'ni yoki 5-6 jadval. Uni hosil qilamiz. Demak, ko'rishimiz mumkin. 1 2 3 4 5. Endi birinchi bo'lib har doimgidek eng chetdagi 4-sidan boshlaymiz va men sezib qolishim kerak. Birinchi shakl bilan 4-shakli jipslashmasi juda ham zo'r holatga keladi. Demak, mana buni mana tepadan boshlab joylashtiramiz. Bu mana ko'rib turibmiz. Bu 4-shaklni joylashtirdik. Buni mana bu tarafiga birinchi shaklni ham joylashtira olamiz. Demak, bizda hozircha 3 ta katak ortib qoldi. Endi biz 3-shaklni shu yerga joylashtirishga harakat qilib ko'rsak, mana bu yerda joylashadigan sohasi bor ekanligini ko'ramiz. Va mana bu yerda qolgan shakl bu bizdagi birinchi shakl bo'ladi. Ko'rishimiz mumkinki 1 2 3 4 5 ta katakdan tashqari barchasini qoplay oldik va bu eng kam holat bo'ldi. Demak, m plus n ning eng kichik qiymati bu 11 ekan. 9 javobi 11.
Endi 10-savolga o'tamiz. 10-savol. Sardor va Nodir ABC uchburchak shaklida yugurish yo'lagida mashq bajarishyapti. Bunda Nodirning tezligi Sardorning tezligidan 2 marta katta. Xo'p. Agar A nuqtadan Nodir va Sardor mos ravishda AC va AB yo'nalishida harakatlanish bo'lsa, ular BC kesmani o'rtasida uchrashadi. Agar C nuqtadan Nodir va Sardor mos ravishda CA va CB yo'nalishi bo'yicha harakatlana boshlasa, ular BC kesmani B uchidan boshlab hisoblaganda 1/7 nisbatda bo'luvchi nuqtada uchrashadi. Agar B nuqtadan Nodir va Sardor mos ravishda BC va BA yo'nalishi harakatlanish boshlasa, AC kesmadagi D nuqta uchrashadi. AD ning CDga nisbatini topishimiz kerak. Demak, 10-savol. Chizmasini chizib olamiz. ABC mos tomonlarni A, B, C harflari bilan belgilaymiz. Demak, birinchi holatda ikkalalari bu yerdan yo'lga chiqishgan. Nodir AC tarafdan ketgan, Sardor esa bu tarafdan. Nodir tezligini 2x, Sardornikini x deb olamiz. Demak, ular birinchi holatda BC kesma o'rtasida uchrashgan. Demak, quyidagi tenglik o'rinli. B qo'shilgan A taqsim 2 Nodir yo'li va uni 2x ga bo'lganimiz, C qo'shilgan A taqsim 2 ni x ga bo'lganimizga teng. Boshqa tarafdan keyingi gapida aytayaptiki, ular agar C nuqtadan harakatlanish boshlasa, Nodir CA yo'nalishidan, u esa CB yo'nalishidan harakatlanish boshlasa, ular BC kesmani 1/7 nisbatda bo'luvchi nuqtada kesishadi. O'zi ko'z bilan ham chamalab ko'rsa bo'ladi. Bu tarafdan B taqsim 8 A taqsim 8 kesma bo'lgan demak, bu yoqda esa shundagina 7 A taqsim 8 kesmada uchrashgan. Demak, Sardor 7 A taqsim 8 kesmani x bilan bosib o'tganda, Nodir B qo'shilgan C qo'shilgan A taqsim 8 ni x bilan bosib o'tgan. 2x bilan bosib o'tgan. Endi bu holatlardan sistemadan ABC'lar bir-biriga bog'laymiz. B qo'shilgan A taqsim 2 ni o'zi teng bo'ladi 2C qo'shilgan A ga. Pastda esa 7 A taqsim 4 teng bo'lib qoladi B qo'shilgan C qo'shilgan A taqsim 8 ga. Soddalashtiramiz. Yuqorida B barobar C 2C qo'shilgan A taqsim 2 paydo bo'lsa, pastda xo'p bu 8 dan 14A ayiradigan bo'lsak 13 A taqsim 8 bo'ladi va B qo'shilgan C paydo bo'ladi. Keltirib qo'yadigan bo'lsak B ni o'rniga 13 A taqsim 8 barobar 2C qo'shilgan C qo'shilgan A taqsim 2 paydo bo'ladi. Bu 8 dan 4 ayiradigan bo'lsak 9 A taqsim 8 teng 3C chiqadi. Qisqartirib yuborsak C barobar 3 A taqsim 8 ekanligi kelib chiqadi. Hisob kitobga qulay bo'lishi uchun A ni o'zini 8T ko'rinishda olsam, 8T C ni o'zi shunda 3T ko'rinishda bo'ladi. Bu yerga keltirib B ni topib oladigan bo'lsak, B barobar 2ta C, ya'ni 6ta T qo'shilgan yarmi 4T. Hisoblaydigan bo'lsak 10T ekanligi kelib chiqadi. Masalani boshqatdan yozamiz. Demak, chizmasini chizib olsak, xo'p, ABC A ni qarshisidagi tomon A edi, demak bu 8T ko'rinishda ekan. Hozir ko'rdik, mana 8T ko'rinishda. Keyingisida AC kesma bu B edi, bu 10T ko'rinishda, bu yoq esa 3T ko'rinishda ekan. Endi bizda aytayapti, ular agar B nuqtadan harakatlanish boshlasa, Nodir B tarafdan, Sardor esa BC tarafdan yoki Sardor esa BA tarafdan harakatlanish boshlasa, AC ni qanaqadir D nuqtada kesadi. Biza topishimiz kerak AD taqsim CD ni. Birinchi bo'lib ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa nima? Umumiy masofa bir-biriga yaqinlashib kelayotganga o'xshaydi. Qanaqadir D nuqta deydigan bo'lsak, umumiy masofamiz 3T plus 10T plus 8T qo'shadigan bo'lsa 21T. Nodir albatta 2 marta ko'proq masofa bosib o'tish kerak. Shuning uchun Nodir bu tarafdan 14T masofani bosish kerak. Bu yoqda esa 7T qolish kerak. Rostdan ham agar bu yoqda 4T desak, bu yoqda 7T qoladi, bu yoqda esa 6T qoladi va hammasi to'g'ri. Demak, ko'rishimiz mumkin. AD kesmamiz 4T desak, DC 6T. Ular nisbati 4 taqsim 6 yoki 2 taqsim 3 ko'rinishda desak bo'ladi. Demak, 10-savolimiz javobi 2 taqsim 3. Xo'p, endi 11-savol ko'ramiz. Odatiy o'yin toshi qarama-qarshi yoqlardagi nuqtalarning umumiy soni 7 ta, rasmda ko'rsatilgan 2 ga 5 o'lchamli shaklda turibdi. Ozod uni har qadamda qo'shni katakchaga 1 marta 90 gradusga dumalatadi. 5 ta qadamdan keyin o'yin toshi qizil rangli kvadratga borib qoldi. Uning oxirgi holatida yuqori yoqida bo'lishi mumkin bo'lgan nuqtalarning sonlari ko'paytmasini topishimiz kerak. Demak,
birinchi bob eng kam, ya'ni 5 yo'l bilan borgani haqida o'ylash kerak edi. Ya'ni bu yerda chizib oladigan bo'lsak chizmani, demak bu yoqda 2 ta, bu yoqda 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lsa, mana bu nuqtada turgan, mana bu kvadratda turgan shakl bu yoqqa borib qolish uchun kamida o'zi 5 marta dumalash kerak. Ya'ni eng kamida 5 marta dumalab boradi. Buni bir nechta usullari bor. Necha xil usulda borish mumkinligini ko'ramiz. Bu yerga bitta usul bilan kelish mumkin, bu yerga ham bitta, bu yerga ikkita usul bilan, bu yerga ham bitta, bu yerga uchta usul bilan, bu yerga ham bitta, bu yerga to'rtta usul bilan, bu yerga ham bitta, bu yerga 5 ta usul bilan borish mumkin. Demak, umumiy o'zi 5 xil usul bilan borish mumkin va umumiy eng kam masofa bosib o'tgani ham 5 ta bo'libdi. Endi shu yordamida bu kubni u yoqqa boradigan holatlarini tasavvur qilib ko'rish kerak bu yoqda. Ya'ni bu yerga kelganda mana bu holatlarda kelishi mumkin. Birinchi holat, ikkinchi holat, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi holat. Aynan shu ketma-ketlikda har birini ko'rib chiqsangizlar, qaysi javobga chiqadi? Birinchi ketma-ketlik bo'yicha borganimizda 4 soni hosil bo'ladi, ya'ni 4 turgan bo'ladi. Yuqori yoqida ikkinchi holatda borsangizlar 2, uchinchi holatda tursangizlar 3, to'rtinchi holatda borsangizlar yana 2 va beshinchi holatda borsangizlar 4 bo'ladi. Endi buni qanaqa qilib o'ylash kerak? Mana bu yerda teskarimacha yurish kerak. Ya'ni yuqori yoqidagini eslab qolib, qolganiga e'tibor bermasdan, yuqori yoqi qayerga boradi degan savolga javob topasizlar. Orqamachaga yurib, mana shu boshga qaytib. Shunda 4 bo'ladi, 2, 3, 2, 4 holatlar bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda turli qiymatlarni ko'paytmasi 24 ni beradi. 11 javobi 24. 12-savolga o'tamiz. 12-savol. Doskaga 2 dan 130 gacha natural sonlar yozilgan. Har qadamda Imron 2 dan boshlab ketma-ket har bir sonni o'chirib, uning o'rniga shu sonning o'zidan boshqa eng katta bo'luvchisini yozdi. Shundan so'ng doskada hosil bo'ladigan sonlar ko'paytmasi nechta o'rin bilan tugaydi. O'zi ko'paytma nechta o'rin bilan tugashini topish uchun uni nechta 2 ga va nechta 5 ga bo'linishidan xulosa qilinadi. Dastavval kelinglar bu ko'paytma nechta 5 bilan tugashini topishga harakat qilaylik. Ya'ni o'zidan kichik bo'luvchisini topishimiz kerak-ku va u ham 5 ga bo'linishi kerak. Buning uchun 5 ga bo'linadigan sonlarni har birini yozib chiqamiz. Chunki boshqa sonlari bo'luvchilarning ichida hech qaysisi 5 ga bo'linmaydi. Demak, 5 ta bo'lishi mumkin, ya'ni 5 ga bo'linadigan bo'luvchisi bo'lishi mumkin o'zidan katta, o'zidan kichik eng katta. 10 da, 15 da, 20, 25, 30, 35, 40, 45, xo'p, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, xo'p, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 gacha deguncha 130 ham kiradi. Endi ketdik, har birini sanab chiqamiz. Dastavval juftlarga qaraymiz. Juft sonni o'zidan kichik eng katta bo'luvchisi bu 2 ga bo'lganimizdagi. Shuning uchun ular tezda topish mumkin. Misol uchun, mana 10 da bitta bor, unaqasi 5 ga bo'linadigan, 5 ga birinchi darajasiga bo'linadi. Bunda ham bitta bo'ladi, bunda ham bitta, 40 da, 50 da esa 2 ta. Xo'p, bunda bitta, bunda bitta, xo'p bitta, bunda ham bitta, 100 da 2 ta, 110 da bitta, bunda ham bitta va bunda ham bitta. Endi qolganlarini tekshirib chiqamiz. Xo'p, 5 ta yo'q unaqasi. 15 eng katta bo'luvchisi 5 bo'ladi. 25 ta ham bitta, 35 ta 7 bo'lmaydi, 45 ta 9 yo'q, 15 bor unda. Demak, u ham bo'ladi. Keyingisi 55 ta 11 bo'lmaydi, 65 ta 13 bo'lmaydi, 75 da bor 25, ya'ni 2 ta bo'ladi unda. Xo'p, 85 ta 17 bo'ladi, bo'lmaydi, 95 ta 19 bo'ladi, bo'lmaydi, 105 da xo'p 3 ga bo'lsa 35 bo'ladi, bo'ladi bitta. Keyingisi 115 ta 23 bor. Demak, u bo'lmaydi. 125 ta esa 5 ga bo'lamiz 25, bunda 2 ta bo'ladi. Umumiy hisobda sanab chiqsangizlar, umumiy 23 ta bo'ldi. Ya'ni 5 ning 23-siga bo'linar ekan bu ko'paytuvchilar. Endi 2 darajasiga, ya'ni kamida 23 taga bo'linadimi degan savol qolib ketdi. Ha, bo'linadi. Sabab, chunki misol uchun o'zi 4 ga bo'linadigan sonlar yozib chiqaylik. 2 dan 130 gacha 4, 8, 12 va hokazo oxirgisi 128. Shular har birini o'zidan kichik
eng katta bo'lishini topish uchun 2 ga bo'lish kerak. Juft son bo'lgani uchun 2, 4, 6 va hokazo 64 bo'ladi. Bu yerda o'zi 32 ta juft son bor-ku. Bu degani kamida 2 ni 32-siga bo'linadi. Demak, 2 ni 32-siga bo'linsa, 2 ni 23-siga ham bo'linadi, 5 23-siga ham bo'linsa, umumiy 23 ta 0 bilan tugashi kelib chiqadi ko'paytmani. Demak, 12-sining javobi 23. 13-misol. Jamshid quyidagi jadvalning har bir katagiga 1, 2, 4, 8 raqamlarini bittadan shunday yozmoqchiki, bunda ixtiyoriy ustunda bir xil raqam joylashmasligi kerak. Shuningdek, u bo'yalgan kataklardagi raqamlar ko'paytmasi bo'yalmagan kataklardagi raqamlar ko'paytmasiga teng bo'lishni xohlaydi. Jamshid bu ishni necha usulda bajarish mumkin? Demak, jadvalsiz bo'lamiz dastavval. Demak, bizda 4 ga 6 jadval berilgan. Bu yoqda esa 4 ta. Xo'p, bizda bu, mana bu kataklar bo'yalgan. Dastavval o'zi barcha kataklarga, ya'ni oq ham emas, sariq ham emas, barcha kataklardagi sonlar ko'paytmasini topaylik. Har bitta qatorda 1, 2, 4, 8 uchraydi, ya'ni bittadan. Bunda ular ko'paytmasi albatta 8 ni kvadratini beradi. Umumiy 6 ta qator bo'lganligi, ustun bo'lganligi uchun 8 kvadratning 6-chisi bo'ladi. Bu esa 8 12-chisi. Endi bizlar xohlashyapti sariq rangdagi va oq rangdagilari ko'paytmalari o'zaro teng. Bu degani 2 va 8 6-sidan to'g'ri kelishi kerak. Biz e'tiborimizni sariq rangli katagiga qaratamiz. 8 6-sini qanday hosil qilish mumkin? Dastavval mana bularga e'tibor qaratamiz. Mana bu yerda turish mumkin bo'lgan eng katta son bu 8. Bu yerda ham 8, bu yerda ham 8, bu yerda ham 8. Endi mana bu qatorda qolganiga qaranglar. Umumiy 3 ta son qolyapti. Bu yerda esa 1, 2, 3, 4 ta 8 tayyor edi. Ya'ni 8 6-si bo'lishi uchun sariqlari katagida 8 4-sini joylashtirib bo'ldik. Qolganiga eng ko'pi bilan o'zi aslida eng ko'pi bilan 8 kvadratini joylashtirish mumkin. Qolgan 3tasiga ham. Chunki 2 4 8 qo'ysak, misol uchun 2 4 8 qo'ysak bo'la oladi. Bundan xulosa qila olamizki, 8 ning 6-sini hosil qilish uchun mana bu kataklarga 8 ni qo'yishimiz majburiy ekan, bu 3 ta katakka esa 2 4 8 ni qo'yishimiz, ya'ni bir ishtirok etmasligi majburiy ekan. Shu bizda majburiy, qolgan sonlarimiz esa ixtiyoriy joylashtirish mumkin. Keyin endi buni kombinatsiyasini ko'rib chiqamiz. Biz mana bu oq kataklarga 1 2 4 ni joylashtirishimiz kerak birinchi qatorda. U nechta holat bo'ladi? Albatta 3 ta sonni o'rinlarini almashtirish, bu 3 faktorial, ya'ni 6 ta bo'ladi. Birinchi qatorda ham 6 ta, oqlar joyini o'zgartirish sanayapmiz. Bu yerda ham 6 ta, bu yerda ham 6 ta, bu yerda ham 6 ta. Ammo lekin biroq mana sariqlarga kelgandan keyin oqlar joyini almashtirishni emas, sariqlardagi, ya'ni 2 4 8 joylarini almashtirish hisoblash kerak. Lekin albatta u ham 3 ta son bo'lgani uchun 6 ta bo'ladi. Ammo eng oxirgi 6-katakda 4 talasi ham oq va ixtiyoriy tartibda joylashtirish mumkin. Shuning uchun u 4 faktorialda, ya'ni 24 xil holati bo'ladi. Bular bir-biriga bir paytda bajarilishi kerak bo'lgan jarayon bo'lgani uchun ko'paytiriladi. Umumiy 4 ko'paytirib 6 ni 6-si soni hosil bo'ladi. Buni shundaylikcha qoldirilishi ham mumkin yoki hisoblasangizlar 186.624 soni hosil bo'ladi. Demak, 13-javobi shu. Endi 14-savolga o'tamiz. 14-savol. Xo'p, quyida birinchi rasmda jadval kataklarga ma'lum qonuniyat asosida sonlar 1 2 3 4 va hokazo 16 sonlar yozib chiqilgan. Bu jadvaldan ikkinchi rasmdagidek tanlab olingan qandaydir 2-3 o'lchamli to'g'ri to'rtburchak ichidagi sonlar ko'paytmasi 2 ni 2025-siga bo'linadi. Shu to'g'ri to'rtburchakdagi eng kichik sonning qabul qilish mumkin bo'lgan eng kichik qiymatini toping. Demak, ko'rishimiz mumkin 2 ni darajalar yozib chiqilyapti. Ya'ni 2 martadan ortib ketadigan darajalar yozib chiqilyapti. Hammasida qonuniyat ketyapti. Agar bu yerga qanaqadir 2 ni aynisi bizda 6 9 tali emas, 6 tali bo'lishi kerak. Xo'p. Demak, boshqatdan chizib bo'lsam, demak 6 ta katagi, mana bu katagi eng kichkinasi bo'lyapti. Rostdan ham ixtiyoriy mana bu shaklda berilganiga ham qaranglar, eng kichigi yuqoridagi bo'ladi. Bundan keyingisi bitta darajaga ortadi. 2 ni a+ birinchisi, bu yerda 2 ni a+ ikkinchisi bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shuni bitta darajaga ortadi. 2 ni a+ birinchisi,
2 a plus ikkinchisi, 2 a plus uchinchisi bo'lar ekan. Bu yerda 6 ta sonlarni ko'paytirsak, 2 a-inchisi ko'paytir 2 a plus birinchisi ko'paytir 2 a plus ikkinchisi ko'paytirilgan, 2 a plus birinchisi yana 2 a plus ikkinchisi ko'paytir yana 2 a plus uchinchisi va bu bo'linishi kerak ekan 2 ni 2025-siga. Mana bu yo'lni soddalashtiradigan bo'lsak, 2 darajasida 6a plus, xo'p, 9 bo'lar ekan. 6a plus 9 hosil bo'ladi. Bo'linishi kerak 2 ning 2025-siga. Bu bo'linishi uchun mana bu ifoda 2025 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Ya'ni 6a plus 9 katta yoki teng 2025 bo'lishi kerak. Bundan aniq qiymatini topsak, katta yoki teng 336 chiqadi. Demak, bu shakldagi eng kichik sonni qabul qilish mumkin bo'lgan qiymati mana bunga bog'liq. Ya'ni 2 ning darajasida 336 bo'lar ekan. Demak, 14-sini javobi 2 darajasida 336. 15-savolga o'tamiz. 15-savol. Salim Tasimo olimpiadasi uchun 2025 ta savol tuzdi. Savollarni 1 dan 2025 gacha tartiblab chiqdi, ya'ni nomerlab chiqdi. Shu ma'lum bo'ldiki, har ketma-ket 3 ta savol matematikaning turli sohalariga, algebra, geometriya, kombinatoriyadan iborat ekan. Shundan so'ng Sardor ba'zi masalalar haqida quyidagi fikrlarni aytdi. Agar yuqoridagi fikrlarning faqat ikkitasi to'g'ri bo'lsa, aynan Sardor aytgan fikrdagi savollardan nechta kombinatorika sohasiga tegishli? Demak, yuqorida umumiy bir nechta gap aytilgan. Ular nechtasi to'g'ri, nechtasi noto'g'ri, ya'ni ikkitasi to'g'ri ekan, faqat qolgan hammasi noto'g'ri ekan. Biz topishimiz kerak, yuqorida nechta kombinatorikaga oid sohalar bor, ya'ni nechtasida kombinatorika bor savollar. Birinchi bo'lib 1875-savolga qaraymiz. Bizda masalada aytyapti, har 3 tada takrorlanib turadi. Ya'ni biz aynan bilmaymiz qaysi ketma-ketlik bo'yicha, lekin aniq 3 ta o'zgarmas. Qaranglar, agar bu dastlabki 3 tasi ABC bo'lsa, 4-inchisi A bo'lishga majbur. Chunki ixtiyoriy 3 tasi turli bo'lishi uchun mana bilan mana bir xil bo'lishi majbur bo'lib qoladi. Chunki BC dan tashqari bo'lish kerak ikkalasi ham. Demak, shunda qonuniyat ketadi, doim 3 talik bir xil ketish kerak bo'ladi. Ya'ni bundan ham kelib chiqadiki, 3 ga bo'lganda bir qoldiq qoladigan nomerlardagi savollar bir xil bo'lishi kerak. 3 ga bo'lganda 2 qoldiq qoladigan nomerlardagi savollar bir xil sohaga tegishli bo'lishi kerak. 3 ga bo'linadigan sonlardagi sohalar ham bir xil bo'lishi kerak. Shundan foydalanamiz. Ketdik. Birinchisida 1875 bo'lyapti. Buni men to'g'ridan-to'g'ri kichraytirib 3 ga bo'lib qoldig'ini topib olaman. Bu son 3 ga bo'linar ekan. Demak, 3-inchisi deb desak ham bo'ladi. Ya'ni 1875-savoli sohasi bilan 3-savol sohasi bir xilligidan foydalanamiz. Demak, 3-savol sohasi kombinatorika. Demak, 3-si kombo deb qisqartirib yozaman. Ikkinchisida 1475, uni ham 3 ga bo'lganda qoldiq topsam, xo'p 5, yana 3 bo'lar ekan bu ham. Ya'ni qoldiq qolmas ekan, shuning uchun 3-savol deb ketyapman. Kombinatorika. 3-sida 125, uni 3 ga bo'lgan 2 qoldiq qoladi. U algebra deyapti. Algebra. 4-sida 14, unda ham 2 qoldiq qoladi. Geometriya deyapti. Geo qisqartirdim. 5-sida 1384, unda 1 qoldiq qoladi. Algebra. Xo'p, 6-sida 41. 41 bo'lganimizda 2 qoldiq qoladi. Demak, algebra. Keyingisi 7-si 1449. 149. Bunda 2 qoldiq. 2 qoldiq qoladi. Geometriyada. Keyingisi 200. Bunda ham 2 qoldiq. Geometriya deyapti ham va 3-si savol o'zi eng qisqa ekan, kombinatorika. Biz e'tibor beradigan bo'lsak, bular bir nechtasi bir xil ma'lumotni aytgan. Ya'ni, misol uchun 3-savol kombinatorika degan gap 3 ta yerda eshityapmiz. Qaranglar, bizda ikkitasi to'g'ri bo'lishi kerak faqat. Demak,
uchinchi savol kombinatorika degan ma'noni beradigan narsa to'g'ri bo'la olmaydi. Chunki u 3 tada. Ya'ni 3 ta ma'lumot berilgan unaqa. Demak, uchinchi qism kombinatorika emas degan xulosaga kelsak bo'ladi. Demak, uchinchi savol kombinatorika emas. Demak, bu noto'g'ri javob, noto'g'ri aytilgan, bu ham noto'g'ri, bu ham noto'g'ri. Chiqib ketdi desak ham bo'ladi bular. Xo'p, endi qolgan savollarga qaraymiz. Misol uchun ikkinchi savol geometriya deyish ham noto'g'ri. Chunki bu yerda ham yana 3 ta bor. Demak, yana ma'lumot bor. Ikkinchi savol geometriya emas. Geometriya emas. Endi qaraydigan bo'lsak, ikkita bir xil narsani aytgan, faqat bitta narsa qolib ketdi. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ikkinchisi algebra degan gap qolib ketdi. Faqat ikkitasi bir xil. 3 ta narsa qolib ketdi, ulardan ikkitasi bir xil. Demak, ikkinchisi rostdan ham algebra ekan. Shu bo'la oladi faqat. Keyingisi bundan xulosa qilsak, birinchisi ham algebra emas. Bu algebra bo'lsa, mana uchinchi qism algebra emasligi kelib chiqadi, chunki bittasi algebra bo'lishi kerak. Uchinchisi algebra bo'lmasa, demak bu aslida geometriya ekan. Demak, faqatgina birinchi savol kombinatorika ekan. Demak, kombinatorika bo'ladigan faqat bitta bo'lishi mumkin, chunki birinchi savol haqida ma'lumot aytgan, faqat bittasi bor. Demak, 15 ning javobi 1 chiqar ekan. Bittasi kombinatorika savolni ko'rgan Sardor, lekin noto'g'ri aytgan shuni ham. 16-savol. Xo'p, 7 ning 2026-sonini nechta A va B natural sonlar ko'paytmasi shaklida yozish mumkin? Bunda A plus B yig'indi 25 ga bo'linadi. Demak, 7 ning 2026-si qandaydir A va B sonlar ko'paytmasi shaklida va A plus B 25 ga bo'linishi kerak. Biz quyidagicha fikrlashimiz kerak. A ham B ham 7 ning qandaydir darajasi ko'rinishda bo'ladi yoki 1 ham bo'lishi mumkin, qaysidir bittasi 1 bo'lishi ham mumkin. Endi kelinglar, shuni 25 ga bo'lganda 25 ga bo'linishi uchun nima shart bajarish kerak ekanligini topishga harakat qilib ko'ramiz. 7 ning darajalari shunday xususiyatga egaki, ularning oxirgi raqamlari 4 ta takrorlanadi. Ya'ni 7 ning birinchisi 7 bilan tugaydi. 7 ning kvadrati 0,7 bilan tugaydi deylik. Buni 49 bilan tugaydi deymiz. 7 ning kubi esa 43 bilan tugaydi. 7 ning 4-inchisi esa 43 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 301 01 bilan tugaydi. Keyingisi, ya'ni 7 ning 5-inchisini hisoblaydigan bo'lsak, yana bu 7 ga ko'payib, oxiri yana 07 bilan boshlanib, dastlabki holatga qaytadi. Ko'rishimiz mumkinki, har 4 tada oxirgi ikkita raqam takrorlanadi 7 uchun. Demak, 25 ga bo'linish holatini topishga harakat qilsak, qanday holatda bo'lishi mumkin? 07 qo'shilgan oxiri 43 bo'lishi mumkin yoki 49 qo'shilgan oxiri 01 bo'lishi mumkin. Shu holatlardan qaysi bir bo'la oladi? Dastavval birinchisini ko'rsak, ya'ni 07 plus 43. Uning uchun bittasi 7 ni darajasida 4k plus 1 ko'rinishda bo'lishi kerak. Misol uchun A sonini olsak, chunki 1 qolishi kerak 07 uchun. Bunda esa B sonimiz qandaydir 7 ning darajasida 3 qolishi kerak. Shuning uchun 4p plus 3 ko'rinishda bo'lsin. Demak, ular ko'paytmasi 7 ning darajasida 4k plus 1 qo'shilgan 4p plus 3 bo'ladi va bu 7 ni 2026-siga tenglashtirsak, bu teng bo'la olmaydi. Chunki bu yerda 4k plus 4p plus 4 bo'ladi va bu 2026 ga teng emas, chunki 2026 4 ga bo'linmaydi. Demak, keyingi holat to'g'ri chiqish ehtimoli bor, ya'ni 49 plus 01 da. Xo'p, 49 plus 01 ko'rishimiz mumkin, bittasi 4 ga bo'linadi, ikkinchisi esa 4 ga bo'linib 2 qoladi. Demak, A sonini o'zini kelinglar 7 ning darajasida 4k plus 2 deb olsak, B sonini 7 ning darajasida 4p ko'rinishda deb olamiz. Ularning ko'paytmasi A ko'paytirilgan B yana 7 ning 2026-si bo'lishi uchun bular darajalar yig'indisi 4k plus 2 plus 4p teng bo'lishi kerak 2026 ga. Soddalashtiradigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan k plus p ni o'zi teng bo'lib qoladi 2024
4 ga k plus p ni o'zi teng bo'lib qoladi 506 ga. Endi shu yerga kelganda sal o'ylashimiz kerak. Bizda a yu b juftlik bilan b yu a juftlik bir xil bo'lsin deyapti. Ya'ni bitta sanang deyapti. Shuning uchun biz a ni shu ko'rinishda oldikmi, b ni qaytarib, ya'ni b unaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin, ya'ni 4k plus 2 ko'rinishda bo'lishi mumkin deb sanab o'tirmaymiz. Ya'ni a va b shu holatda sanasak, teskari holatda sanab o'tirishimiz shart emas ekan. Endi k plus p teng 506 bo'ladigan k va p lar topishimiz kerak. Albatta bu yerda 0 holati ham to'g'ri. Ya'ni k teng 0 bo'la oladimi? Ha, a teng 7 ni kvadrati bo'la oladi-ku. P teng 0 bo'la oladimi? Ha, chunki b teng 1 bo'lishi mumkin-ku, 7 ni 0-si. Demak, bu holatlari butun sonlarda yechimi, ya'ni 0 ham kiradigan yechimi 0 506, 1 505 va hokazo. Xo'p, 506 0. Bular barchasi turli bo'ladi. Chunki ular hali biz bu yerga mana bu yerga darajalarga keltirib qo'yganimizda hech qachon darajasi bir xil bo'lmay qoladi. Shuning uchun bular umumiy 506 xil yechimi bor. Albatta bu yerda a yu b yechimi bilan b yu a juftlik bir marta sanalgan. 507 ta aniqrog'i, chunki mana bu yerda 1 ni ham qo'shish kerak-ku, 0 holati ham. Shuning uchun 16 ni javobi 507 bo'ladi. Endi 17-savolga o'tamiz. Xo'p, 17-savol ko'rsak. 17-savol bizda tasimo har bir 1dan 9 gacha turli raqamni ifodalaydi. Agar ta'ning esingisi bilan imning o'yinchisi teng shu tenglik to'g'ri bo'lsa, tasimo ko'rinishidagi barcha 6 xonali sonlar yig'indisini topishimiz kerak. Demak, ta'ni esingisi qo'shilgan imni o'yinchisi teng bo'lib qolishi kerak. Tas plus imo plus 8. Birinchi o'rinda e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu s bilan o ga qarashimiz kerak. S bilan o bu yerda ko'p narsa hal qiladi. Agar ulardan bittasi 3 dan katta bo'lib qolsa, bu noto'g'ri bo'lib qoladi bu tenglik, chunki ta'ni kubi har qanaqasiga katta bo'ladi. Ta 3 plus 8 dan. Chunki o'zi mana bu ifodani agar juda ham katta qilib yuborsak, 2100 dan kichik bo'lishi tabiiy. 2100 dan kichik bo'ladi. Lekin mana bu yerda ta'ni o'zi 2100 dan juda ko'p holatlarda, juda ko'p ikki xonali sonlar uchun katta bo'lib qoladi. Misol uchun 20 ni o'zida 8000 bo'lib ketsa, adashmasam 15 larda ham to'g'ri bo'lib qoladi. Ya'ni 2000 dan katta bo'lishi reallikka yaqin. Lekin bu 2000 ga borishi uchun mana bu ta'lar ham eng katta qiymatga erishishi kerak. 2100 dagi. Agar misol uchun ta 12 bo'lib qolsa, bu umuman yaqinlasha olmaydi. Chunki bu 1000 nechidir bo'ladi, 12 niki bundan katta. Yoki ta 23 bo'lsa, shu вообще oshib ketib qoladi. Juda ham kattalashib ketib qoladi. Nimaga 12 bilan 23 ko'rdim? Turli raqamli bo'lishi uchun yoki misol uchun 13 ko'rganimizda ham oshib ketardi baribir noto'g'ri bo'lib qolaveradi. Demak, s yoki o 3 dan katta bo'la olmaydi. Shunda bu tenglik noto'g'ri bo'lib qoladi. Demak, bizda s ham o ham 3 dan kichikligi bor va albatta 0 ham bo'la olmaydi, chunki raqam 1 dan 9 gacha deb masala shartida aytgan. Bundan xulosa qilsak, s teng 2, o teng 1 holati bor birinchi holatda, ikkinchi holatda s teng turli raqam bo'lgani uchun 1 o teng 2 holati bor. Mana bu ikkalasi o'zaro simmetrik bo'ladi. Shuning uchun mana ikkinchi shartni oxirida xulosalaymiz. Hozir faqat birinchi shart bo'yicha yechamiz. Demak, s teng 2 holati va o teng 1 holati uchun masala shartini qayta yozib chiqsak, ta'ni kvadrati plus im teng bo'lishi kerak ta 2 plus im 1 plus 8. Men shu yerda ta 2 xonali sonni x deb olaman, im 2 xonali sonni y deb olaman. Shunda masalam juda ham soddalashadi. X kvadrat qo'shilgan y barobar 10x plus 2 qo'shilgan 10y plus 1 plus 8 hosil bo'ladi. Sal soddalashtirsam x kvadrat minus 10x barobar 9y qo'shilgan, xo'p, bu yerda 9 plus 2 11. Ikkala tarafiga 25 qo'shib yuborsam yaxshi narsa keladi. X minus 5 kvadrat paydo bo'ladi. Chap tarafda bu yerda esa 9 ko'paytirib y plus 4 paydo bo'ladi. Demak, ko'rishimiz mumkin bu to'la kvadrat. 9 ham to'la kvadrat. Tenglik to'g'ri bo'lishi uchun y plus 4 soni ham to'la kvadrat bo'lishi kerak. Biz bilamizki y bu ikki xonali son, ya'ni 10 dan boshlab 99 gacha qiymat qabul qila oladi.
shularni yozib chiqamiz. Ya'ni y plus 4 qachon to'la kvadrat bo'lar edi, shularni yozib chiqamiz. Albatta bu yerda bir narsani aytib o'tishim kerak. S teng 2, O teng 1 holatida raqamlar turli bo'lgani uchun x bilan y sonimizda 2 yoki 1, hatto 0 ham ishtirok etmasligi kerak. Chunki 0 yo'q masalamizda. Demak 2 yoki 1 ishtirok etmasligi kerak. Demak ketdik. Birinchi holatda y'imiz 2 xonali son, eng kichigi 12 da to'g'ri bo'ladi. Y dan 12 qo'ysak, bu 16 to'la kvadrat bo'ladi. Shunda mana bu shart noto'g'ri, chunki 2 raqam ishtirok etib qoldi. Y teng 21 bo'lsa ham 2 raqam ishtirok etib qoladi. Y teng 36 bo'lishi uchun 32 desak ham 2 raqam ishtirok etib qoladi. Xo'p, keyingisi y teng agar 45 bo'ladigan bo'lsa, 49 bo'ladi va to'g'ri bo'ladi. Bu shartni tekshirish kerak. X minus 5 kvadrati barobar 9 ko'paytirilgan 49 bo'ladi. Ildiz chiqarsa x minus 5 barobar 21 bo'ladi va x barobar 26 bo'ladi. Sezib turganlaringizdek 2 raqam ishtirok etdi. Bu ham noto'g'ri. Keyingisi 49 dan keyin 64 bo'lishi uchun bu 60 bo'lishi kerak. 0 raqam ishtirok etmasligi sharti bor. Shuning uchun bu ham noto'g'ri. Keyingisi 64 dan keyin 81, y teng 77 bo'lishi mumkin. 77 da turli raqamli emas, u ham noto'g'ri. Endi ikki xonali sonlar ichidan to'la kvadrat qolmadi deyishga shoshilmaymiz. Bizda 100 bor. 100 da, ya'ni y teng 96 holatida 100 holati ham to'la kvadrat bo'ladi. X minus 5 kvadrati barobar 900 bo'ladi va x teng 35 ekanligi kelib chiqadi. Demak, ko'rishimiz mumkinki, bu holatimizda yagona yechim chiqdi 96. Chunki yo'g'ida 120 eng katta 100 dan keyin yo'q 121 bo'lib ketadi. 117 esa ikki xonali emas. Demak, y teng 96, x teng 35 holatida to'g'ri ekan javobi. Birinchi holat uchun masalani yechadigan bo'lsak, demak, tasimo ko'rinishidagi son 35, undan keyin kvadrat edi 2, keyin 96 va 1 soni ekan. Birinchi holat bo'yicha. Endi bu holat bilan bu holat o'zaro simmetrik, shunchaki tas so'zi bilan imo so'zi uch xonali sonlar shunchaki o'rin almashtirib qo'yilgani bo'lib qoladi. Keyingisi, ya'ni keyingi holatda, ikkinchi holatda javobi 961 35 2 soni hosil bo'ladi. Bu ikkita shu shartga qarab turuvchi 1 dan 9 gacha turli raqamlar qabul qiladigan 6 xonali sonlar. Ular qo'shadigan bo'lsak, mana shu son hosil bo'ladi. Demak, javobi xo'p 1,314,313 soni ekan. Demak, keyingi savol 18-savolga o'tamiz. 18-savol. Xo'p, birinchi rasmdagi jadvalda kataklarga 1 dan 9 gacha raqamlar yozilgan. Bu jadvalda hosil qilish mumkin bo'lgan ikkinchi rasmdagi ixtiyoriy shakllarda raqamlar yig'indisi qandaydir s ga teng. S ning qabul qilish mumkin bo'lgan eng kichik qiymatini toping. Demak, jadvalni chizib olsam, demak, bu yerga harflar yozaman. Bu yerda A, B, C deb bir qanaqadir 1 dan 9 gacha sonlar. Bu yerda esa m soni bor. Birinchi bu masala shartiga ko'ra 1 dan 9 gacha sonlar qo'yiladigan bo'lsa, bular barchasini yig'indisi albatta 45 ni berish kerak. Chunki 1 dan 9 gacha bo'lgan raqamlar yig'indisi 45. Endi masala shartiga ko'ra s ni qiymatlarini yozib chiqaman. S barobar A qo'shilgan B qo'shilgan D qo'shilgan X plus D bo'lishi mumkin. S barobar A qo'shilgan B qo'shilgan C X plus Y bo'lishi mumkin. Yoki S barobar B qo'shilgan C qo'shilgan D Y plus Z bo'lishi mumkin. Yoki S barobar A qo'shilgan D qo'shilgan C T plus Z bo'lishi mumkin. Bu 4 ta S'lar bir-biriga qo'shib boradigan bo'lsa, qiziq narsaga keladi. 4S barobar xo'p, 3 ta A har biridan, demak 3 karra A plus B plus C plus D paydo bo'ladi. Plus 2 karra X plus Y plus Z plus T hosil bo'ladi. Endi xo'p, bu holatda biz mana bu shartdan foydalanishimiz kerak ko'p ehtimol bilan. Shuni olib kelishga harakat qilamiz. Xo'p, kichiklashtirishimiz kerak s ni imkon boricha. Shuning uchun A plus B plus D ni o'rniga ana 45 minus mana bu ifodani keltirib qo'yaman. Shunda 4s barobar, xo'p, kelinglar A plus B plus C plus D ni o'rniga qo'ymaydi, mana buni o'rniga qo'yaylikchi. Xo'p, mana shunda ko'proq soddalashadigandek. Xo'p, keltirib qo'yamiz. 3 karra A plus B plus C plus D
ko'paytirgan 2 ko'paytiruv 45 minusda qavsida a plus b plus c plus d minus m deb qo'ysak va soddalashtirsak 4s barobar xo'p soddalashtirgandan keyin a plus b plus c plus d hosil bo'ladi minus 2m va plus 90. Endi biz mana bu ifodaning eng kichik qiymatini topishimiz uchun mana bu ifodamiz imkon boricha kichik qiymat qabul qilish kerak. Imkon boricha kichik. Buni eng kichik qiymati qachon bo'ladi? M teng 9 payti. Mana bu ABCDlar esa iloji boricha kichik 1 2 3 4 raqamlarini hosil qilganda. Shunda 4s demak eng kichik qiymati a plus b plus c ya'ni 1 qo'shib 2 qo'shib 3 4 bu 10 ni beradi. Minus 18 qo'shilgan 90 bo'ladi. Hisoblasak bu 80 yo'q, bu eng katta bo'lishi kerak. Mana bu yerda adashib ketdik. 82 bo'ladi va bundan s katta yoki 20 yarim ekanligi kelib chiqadi. Demak, masala shartiga ko'ra s bizada 20 dan katta bo'lishi kerak ekan. Endi demak biz s ning eng kichik qiymati kamida 21 ekanligini topdik. Ya'ni s kami bilan eng kami 21 qabul qilish mumkin. Chunki 20 dan pastga tusha olmasligini isbotladik. Endi kelinglar 21 holatini, ya'ni s teng 21 bo'ladimi yo'qmi, shuni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni hosil qila olamizmi? S teng 21. Xo'p, s teng 21 bo'lsa, markazda turuvchi sonni topishimiz kerak. Xo'p, s teng 21 bo'lsa, mana bu yerda a plus b plus c plus d minus 2m nima bo'lib qolishi kerak bo'ladi? 21 kira 4 bu 84 beradi. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, minus 6 ni berish kerak ekanligi kelib chiqadi. Demak, yanada soddalashtirsak, 2m barobar a plus b plus c plus d plus 6 bo'ladi. Endi men bu yerda m ga va a b c dlarga son berish orqali ularni topishga harakat qilmoqchiman. Xo'p. Mana shu holatni ko'raylikchi. Bular 1 2 3 4 hosil qilsa 16 bo'lar ekan. M teng 8 holatini tekshirib ko'raylik. Demak, chizamiz. Demak, 3 ga 3 o'rtaga mana shu yerda m ni o'rniga 9 qo'yganimda va bittasini oshirganimda to'g'riroq bo'ladimi degan savol kelyapti menga. Buni ham tekshirib ko'raylikchi. Birinchi 8 qo'yib ko'ramiz. Bu yoqqa 8 qo'yadigan bo'lsak, bu yoqqa esa bittasiga 4 qo'yishimiz tabiiy. Qachondir 4 qo'yamiz. Mana bu yig'inning o'zi 21 ni beradi. Bizda hosil bo'lgan 4, 8, 21 qo'shadigan bo'lsak, 25 qo'shilgan 8 33 beradi. Bizda ortib qolgan sonlar bor. Bular 5, 6, 7 va 9, to'g'rimi? Ortib qolgan sonlar, chunki mana bu ishlatib bo'lindi. Ular yordamida mana bu ikkitasiga son qiymat qo'ymoqchiman-da. Yig'im 33 bo'lsa, bu ikkitasini qolganlarini 45 dan 33 ayiradigan bo'lsak 12 bo'ladi. 12 bo'ladigan 5 va 7 bor. Xo'p, keling. Bu yoqqa 7 ni qo'yamiz, bu yoqqa 5 ni qo'yamiz. Endi 9 ga qo'shamiz, bu 16 bo'lish kerak. 16 bo'lsa 21 5 bo'lish kerak. Endi qiziq taraf, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin 21 edi. Mana bu tarafda ham 21 bo'lish kerak. 21 bo'lishi uchun bizda nimalar bor? Xo'p, 4, 5, 7 bor edi va uni qo'shadigan bo'lsak, umumiy 9 16 bo'ladi. 21 dan 16 ni ayiradigan bo'lsak 5. Demak, mana bu ikkita katakdagi sonlar yig'indisi 5 ekanligi kelib chiqdi. 5 ekan bo'lsa, 2 3 yoki 3 2 bo'ladi. Lekin uni shartini aniq ayta olmaymiz, lekin mana buni ayta olamiz. Endi 2 3 bu ikkala shartni bajarsa, demak bu yerda 1 bor. Keyin endi biz jadvalimizda ma'lum bo'lgan hamma sonni yozib chiqamiz. Ma'lum topgan sonlarimizni. Demak, bu yerda 4 bor, bu yerda 5, bu yerda 8, bu yerda 7 bor hozircha va bu yerda 1 bor ekan. Endi mana bu tarafdagi sonlar yig'indisi 21 ekanligidan foydalanib ko'raylikchi. Bu yerdagi 3 talik 4, 5, 1 bor. Ular qo'shadigan bo'lsak 10 bo'ladi. 21 dan ayiradigan bo'lsak 10, 11. Bu ikkita son yig'indisi 11 bo'lishi uchun
Xo'p, qaysi bo'sh sonlar qolib ketdi? Bizda qaysi bo'sh sonlar qoldi? Burchakni 2 bilan 3 bo'la oladi. Aylani 2 bilan 3 bittasida, xolos, yoki ikkalasi. Qolgan sonlarimiz 1 bo'la olmaydi. Xo'p, ishlatilgan 6 bo'lishi mumkin va 9 bo'lishi mumkin. Endi men shunaqangi bular orasidan ikkitasini topishim kerak, yig'indisi 11 bo'la oladigan. Albatta bu 2 bilan 9, demak bu yoqqa 2 ni qo'yish kerak, bu yoqqa 9 ni va bu yoqqa 3 ni qo'yish kerak, bu yoqqa 6 ni. Endi tekshirib ko'raylik, qani barcha o'sha S ga o'xshash, ya'ni bizda berilgan shaklga o'xshash shakllardagi sonlar yig'indisi 21 mi? Xo'p. Demak 9, bu yoqni ko'rsak 10. Ko'rishimiz mumkinki, barcha holatlarda to'g'ri chiqyapti. 4 ta holat hammasini tekshirib chiqdim. 21 holatdan demak hosil qilish mumkin ekan. Demak javob 21 bo'ladi. 18-savol javobi 21. 19-savolga o'tamiz. Xo'p, 19-savol. Xo'p, masala shartiga ko'ra sonlar ustida quyidagi 3 ta operatsiyani bajarish mumkin. X operatsiya oxirgi raqamga 4 yozadi. Y operatsiyasi songa 4 ni qo'shadi. Z operatsiyasi sonning raqamlarini teskari tarafga yozadi. Va 67 dan 513 hosil qilishimiz kerak. Birinchi bo'lib quyidagi xulosalarga kelamiz. 513 9 ga bo'linadi. Bu esa 67 4 qoladi. Biz o'ylashimiz kerak. 4 qoladigan sonni bir nechta operatsiyalar yordamida qanday qilib 0 qoladigan songa aylantirish mumkin. Dastavval x, y, z operatsiyalariga qaraylik. X operatsiya sonning raqamlar yig'indisini qanday o'zgartiradi? 4 ga orttiradi. Chunki 4 raqamini qo'shganimiz u 4 ga ortadi. Y esa 4 raqamini qo'shsa ham unda ham xuddi shu jarayon bo'ladi desak bo'ladi. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'lganda xullas 4 ga o'zgaradi. Ya'ni songa 4 qo'shsak 9 ga bo'lganimizda 4 ga o'zgaradi. Z operatsiya esa raqamlar yig'indisiga umuman ta'sir qilmaydi. Shuning uchun 9 ga bo'lganda qoldiqlarni o'zgartirmaydi. Biz demak faqat mana bu ikkala, ya'ni x va y yordamida, x va y operatsiya yordamida raqamlar yig'indisini o'zgartirishimiz mumkin. Biz 4 qoladigan songa faqatgina 8 kara 4 ni qo'shish oqibatida, ya'ni faqat 4 dan foydalanib 8 kara 4 qo'shish oqibatida 9 ga bo'ladigan hosil qilishimiz mumkin. Demak, biz ayta olamiz x va y operatsiyalardan kamida 8 marta foydalanamiz. Endi z operatsiyaga keladigan bo'lsak, o'zi ko'rinib turibdi. Bu son agar z operatsiyasiz hosil qilib bo'lmaydi. 67 dan 513 hosil qilib bo'lmaydi agar foydalanmasak z operatsiyadan. Chunki 67 ga bir nechta to'rlar qo'shsak ham yoki qo'shib turgan joyimizda yoniga 4 qo'shib yuborsak ham juda ham oshib ketib qoladi. Demak, biz z operatsiyadan kamida bir marta foydalanamiz. Endi ko'rishimiz mumkin x, y, z operatsiyalardan kamida 9 marta foydalanar ekanmiz. Eng qizig'i 9 martada iloji bor. Ya'ni birinchisida dastlab bergan 67 ga 4 qo'shamiz 71, ikkinchisida 75 yana 4 qo'shamiz, uchinchisida 79 va mana shu yerda yoniga 4 qo'shib qo'ysak 513 ga juda ham yaqin kelishini bilib qolishimiz kerak va 794, ya'ni yoniga 4 qo'shdik. Beshinchisida teskari qilib olamiz, ya'ni z operatsiyani bajaryapman. 797, oltinchisida 4 qo'shamiz. Xo'p, 501, keyin yana 4 qo'shamiz. 505, yana 4 qo'shamiz. 509 va 9-operatsiyada 513 son hosil bo'ladi. Demak, eng kamida 9 ta operatsiya ishlatish kerakligini isbotladik va 9 ta operatsiyada bajardik. Demak, 19 bu javobi 9 chiqar ekan. Endi 20-savol qoldi. 20-savolni yechamiz. Xo'p, matematika ustoz ta'tilda 6-sinf o'quvchilariga 100 ta masaladan iborat vazifa berdi. Ustoz o'quvchilar natijasini quyida berilgan jadval shartlari asosida baholaydi. Ma'lum bo'ldiki, hech qaysi 2 ta 5 baho olgan o'quvchi bir xil sonda masala yechmagan. Xuddi shunday hech qaysi 2 ta 4 baho olgan o'quvchi ham bir xil sonda masala yechmagan. Shuningdek, har bir masala 5 baho olgan o'quvchilar tomonidan o'zaro teng miqdorda yechilgan. Xuddi shunday har bir masala 4 baho olgan o'quvchilar tomonidan ham o'zaro teng miqdorda yechilgan. Agar barcha masalani yecha olgan hech bir o'quvchi bo'lmasa va 2 kishi 2 baho, 5 kishi 3 baho olgan bo'lsa,
sinfda eng kamida nechta o'quvchi bo'lishi mumkin? Xo'p, bu misol 3-sinf, 5-sinflarda ham bor edi, faqat osonroq varianti, faqat 5 baho haqida gapirilgan edi. Xo'p, kelinglar birinchi bo'lib 5 bahodan boshlaymiz. 5 bahoni olish uchun biza 85 dan 100 gacha natija ko'rsatishimiz kerak. Masalada aytyapti, har bitta o'quvchi har bitta masalani bir xil sonda yechgan, ya'ni nechta o'quvchi bo'lsa ham a'lo bahoga, ular hammasi bir xil sonda yechgan. Birinchisini misol uchun 10 tasi, ikkinchisini ham 10 tasi, uchinchisi ham va 100-savolni ham 10 tasi. Biza shuni x ta yechgan deymiz. Birinchi masalani ham x tasi yechgan, ikkinchisini ham x tasi yechgan va hokazo 100-chisini ham x tasi yechgan. Demak, ular yechgan umumiy natija 100x bo'ladi. Ya'ni ular yechgan umumiy masalalar soni 100x da. 100x ni o'zi nechtadir bolani natijalari yig'indisi ko'rinishida bo'lishi kerak. Bu yerda n 5 baho olganlar soni va iloji boricha kamroq qilishimiz kerak. Endi bu holatda biz masalani yecha olmaymiz. Shuning uchun 100n dan ayirib yuborishimiz kerak bu ifodani. 100n tushunib turganlaringizdek bu maksimal yechish imkoniyati. Shunda 100 ko'paytiruv n - x paydo bo'ladi. Bu yerda esa 100 - a1, 100 - plyusda 100 - a2 va hokazo 100 - an bo'ladi. Ya'ni bu xato qilingan savollarning umumiy soni, bu yerda ham xatolar. Endi o'ylashimiz kerak. Mana bu 100n - x. Bizada aytdi, kamida hamma xato qilgan, ya'ni hammasini to'g'ri yechgan o'quvchi yo'q. Demak, mana bu ifodaning eng kichik qiymati bu 100. Biz shu yordamida hosil qilishimiz kerak mana bu yig'indini. Mana bu yig'indini imkon boricha shu yordamda hosil qilishimiz kerak. 100 - a1, 100 - a2 va hokazo 100 - a-ni. Endi o'quvchilar 85 balldan 100 ballgacha olgan. Demak, ko'pi bilan nechta xato qila olgan? Albatta 15 ta. Undan keyin ko'pi bilan 14 ta. Ko'pi bilan 13 ta. Keyingisi 12 ta. Keyingisi xo'p, qo'shib ketaveramiz. Qachondir 100 ga eng yaqin bo'ladi. 11 ta. Keyingisi, demak, 10 ta. Keyin 9, 8, 7 ni o'zini ko'raylikchi hozircha. Xo'p, 15 bilan 7 22, bu bilan bu 44, bu bilan bu 66, bu bilan bu 88 va 11 qo'shsak 99. Demak, shularni qo'shganimiz, ya'ni eng kattalardan qo'shsak ham hali 9 ta qo'shsak ham hali yetmadi. Demak, albatta yana bitta qo'shish kerak. Eng kamida demak 10 ta natijani yig'indisi, ya'ni 15 dan kichik bo'lgan, iloji boricha kam bo'lgan 10 ta natijani yig'indisi 100 bo'la oladi. Demak, 5 olgan o'quvchilar soni kamida 10 ta ekanda, shu shartni qanoatlantiruvchi. Endi biz 5 baholarni topdik. Endi asosiy masalamiz bu 4 baho olganlar bo'ldi. Men bitta sahifa qo'shib bo'lsam, xo'p. Demak, ketdik. 4 baho olganlarga qaraymiz. Unda ham xuddi shu gap. Har birini y tadan odam yechgan bo'lsin. Demak, 100 y ga o'zi o'quvchilar qanaqadir B1, B2 va hokazo Bm natija ko'rsatgan bo'lsin. Buni ham 100m dan ayirib yuboramiz. 100 ko'paytirilgan m - y barobar 100 - B1, 100 - B2 va hokazo oxirgisi 100 - Bm bo'ladi. Bizda ham mana bu ifoda kichikroq qiymati bu 100. Qolganini endi shular yordamida hosil qilishimiz kerak. Imkon boricha kamroq o'quvchi qilishimiz kerak. Bizda 61 balldan 70 ballgacha, yo'q, 71 balldan 84 ballgacha olsa o'quvchi 4 baholar ekan. Bizda ko'rishimiz mumkin. Mana bu demak eng katta qiymat bo'lishi kerak. Mana bular. Shunda kamroq yig'indi hosil bo'ladi. Biz m ni kichraytirishimiz kerak. 29 olishimiz mumkin. Xo'p. Keyin bu yoqda imkon boricha kam bo'lishi uchun 29 olishimiz mumkin. Keyingisi 28 olishimiz mumkin va 20. Xo'p, eng ko'pi bilan 29 ta bo'lishi mumkin. Undan keyin 28 ta xato bo'lishi mumkin. Undan keyin 27 ta va hokazo kamayib ketaveradi. Demak, 29 plus 28 plus 27 qilsak, hozir bu 3 tasining yig'indisi umumiy 28 kira 3 84 ni beradi.
keyingisida nechinidir qo'shadigan bo'lsak, bu eng kam yig'indi bilan hosil qilingan bo'ladi. Demak, bu holatda 1, 2, 3, 4 ta yig'indi hosil bo'ldi. Shu holatda yechganimizda, demak, bular soni, ya'ni m ning soni kamida 4 ekan. Masalaga ko'ra, u sinfda nechta o'quvchi borligini topishimiz kerak. 10 qo'shilgan, 4 qo'shilgan, 2 kishi 2 baho olgan va 5 kishi 3 baho olgan. 5 qo'shadigan bo'lsak, umumiy 21 son hosil bo'ladi. 4 plus 2 plus 21. Demak, sinfda eng kamida 21 ta o'quvchi bor ekan. 21-savol 21 chiqar ekan. Xo'p, shu bilan 6-sinf masalalari o'z yakuniga yetdi, yechimlari. Sizlar bilan Nodir Mirzayev bo'ldi. Hammaga rahmat.